Bugungi kunda sudlar tomonidan chiqarilayotgan qarorlarga aholining ishonchi qay darajada O'zbekistonda? Sudya deydi, tepadan topshiriq olgan bo'lishi mumkin deydi. Bu ish shuncha jurnalist kiritmayapti deydi. Beraman, ishimni bitiraman degan fikr haligacha bor. Sudgacha bo'lgan jarayonlarda qanaqadir bosimlar holatlari eshitgan yoki guvohi bo'lgan siz? Advokatlik so'rovini yuboramiz. Advokatlik so'rovi o'ziga tegishli bo'lsa ham boshqa davlat organiga jo'natib yuboradi. Prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan islohotlarni eng ko'p targ'ib qiladigan, eng ko'p foydalanadigan odamlar toifasidan bittasi advokatlar hisoblanadi. Jamiyatimizda juda ko'p masalalar ba'zida yoki yopiq eshiklar ortida hal qilinayotgandek bo'ladi. Yoki bo'lmasam insonlar aralashuvsiz jamiyatni ko'z o'ngidan yashirin ravishda qilinayotgan ishlardek tuyuladi. Bugungi kunda sud sohasida ham mana shunday holatlarni juda tez guvohi bo'lishimiz, ko'rishimiz mumkin deb aytishimiz mumkin. Nega? Umuman olganda sudlarimiz ochiq deb aytamiz, lekin insonlar ko'zida bugun sudlar atrofidagi, sudlardagi ommaviy axborot vositalari faoliyati va shu bilan birgalikda advokatlar faoliyati bilan bog'liq masala va muammolarga to'xtalib o'tamiz. Buning uchun dasturimizning ilk sonida Verum Law Firm advokatlik firmasi advokati Shohjahon Shomurodovni taklif qilganmiz. Demak, birga bir suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, taklif uchun rahmat. Shohjahon aka, sudlar masalasi. Sud O'zbekistonda 3-hokimiyat, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linadigan bo'lsa, sud mutlaqo mustaqil. Butun dunyo bo'yicha jahon tajribasini olib qaraydigan bo'lsak, sudlar to'la-to'kis mustaqil bo'lishi kerak. Ularning ochiqligi, shaffofligi, ulardagi tomonlarni daxlsizligi bu ochiq jamiyatga doim mana shunday holatda bo'lishi kerak. Bugungi kunda sudlarda yoki bo'lmasam advokatlik sohasida umuman olganda faoliyatingiz nuqtai nazaridan bir qator savollarimiz bor sizga. Bugungi kunda sudlar tomonidan chiqarilayotgan qarorlarga aholining ishonchi qay darajada O'zbekistonda? Ziyoddin aka, mana shu savolga javob berishdan avval bitta narsaga to'xtalib o'tsak, o'zi umuman har bitta soha rivojlanish bosqichida bo'ladi. Advokatura ham, sud hokimiyati ham oxirgi yillarda ko'rdik, advokatura ham, sud hokimiyati ham ancha rivojlandi. Biroq ba'zi holatlarda eskitdan qolgan insonlardagi fikr natijasida ba'zi holatlarda sudlar chiqargan qarorlarga ishonch tuyg'usi, ya'ni ularga ishonish holatlari obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra pastroq. Va sudlarda haligacha insonlar tomonidan o'zini huquqiy himoyachisi orqali emas, boshqa bir sabablar orqali ishni bitirish holatlariga harakat qilish insonlar o'rtasida bor. Va sudlarimizda ham bitta holat, ba'zi holatda yuzaga keladiki, ya'ni birinchi instansiya yoki apellyatsiya sudlarida sudyaga kelgan ish agar ish to'g'ri yoki noto'g'ri hal qilinmasa ham yuqori turuvchi instansiyalar bor-ku degan fikr bo'ladida. Mana shu fikr, agar men bu ishda noto'g'ri qilgan bo'lsam, mayli yuqori turuvchiga murojaat qiling degan holatda qarorni, hukmlarni o'qib olish holatlari bor. Bilasizmi, endi yashirmaslik kerak bu narsani. Agar bir narsa xalq tomonidan qaraydigan bo'lsak, xalq orasida tanish-bilishchilik yoki sudlar emas, sudgacha bo'lgan jarayonlarda ko'p masalalarni hal qilib qo'yishga harakatlar bo'ladigan bo'lsa, jamiyat orasida huquqiy madaniyatni qanaqa shakllantirish mumkin bo'ladi? Endi mana shu fikr bizga keladigan insonlarni kamida har ikkitadan bittasida bor. Biz endi advokatmiz, biz xizmat ko'rsatamiz va bizning narximiz bo'ladi. Biz narx aytganimizda ba'zilar hisob-kitob qilib ko'radi-da, to'xtaydi, bundan ko'ra sudyaga bergan ma'qul emasmi degan fikr bor. Chunki avvallar bo'lgan. Keyin bizga tushuntiramiz. Siz hozir berishingiz mumkin. Xo'sh, siz birinchi instansiyaga berdingiz yoki qaysi mansabdorga berdingiz. Undan yuqori turuvchi bor-ku. Bizda jamiyatda hozir huquq yaxshi ishlayapti-ku, davlat tomonidan, yuqori turuvchi organlar tomonidan qattiq nazorat boshlangan-ku. Yoki mana shu boshlangan holatda sizni ishingiz birinchi instansiyadagi birinchi bosqichda hal bo'lib, ikkinchi bosqichda bekor bo'lib ketsa nima bo'ladi? O'zingizga bir hisob-kitob qilib ko'ring deymiz-da. Yoki siz bergan odam ertaga shu tadbir bilan ushlanib qolsa, sizdan olganligini u shu tergov jarayonlarida aytsa, sud jarayonlarida aytsa, siz o'zingiz ham javobgar bo'lasiz. Degan holat tushuntirganimizdan keyin o'zini ham huquqiy himoyasini o'ylaydi-da, keyin tushunib yetadi. Umuman olganda o'zi huquqiy madaniyat bor, ya'ni huquqiy ong bu bilish, madaniyat amal qilish. Lekin haligacha nimagadir bizda shu davlatimiz huquqiy siyosatini yaxshilayapti, aholining huquqlari, tadbirkorlar huquqlari birinchi o'ringa qo'yilgan holatda ham ko'pincha ishni qonuniy o'zlarining hujjatlarini to'g'rilab, boshqa narsalarni to'g'rilab qo'ymasdan ayni beraman,
ishimni bitiraman degan fikr haligacha bor. Bu uchun endi targ'ibot masalalarini aytishimiz mumkin, lekin ko'proq mana shu harakatlar sababdan jazolangan, mana shu harakatlar sababdan u xoh mansabdor shaxs bo'lsin, xoh oddiy fuqaro bo'lsin, mana shu huquqiy ta'sir choralari qo'llanilgan insonlarni biz ko'proq aholiga xabarini bersak, balki odamlar shu o'zidan ham qo'rqib, o'zi tinchligini o'ylab ham bu ishni qilmasligi mumkin. Advokat faoliyatiga tergov jarayonlarida aralashish, sudgacha bo'lgan jarayonlarda qanaqadir bosimlar holatlari eshitgan yoki guvohi bo'lgan siz? Endi avvallari shunaqa holatlarga biz eshitganmiz, chunki advokatura bosqichi ham o'zi davrlarga bo'linyapti-da. Misol aytaylik, 2016-2017-yillarga qadar advokatlarni orasida professional advokatlar juda kam bo'lgan. Ko'pincha advokatga qanaqa qarashadi? Shu pulini beraman, shu sudda qatnashib beraversin, eng oxirgi toifadagi odam sifatida qaralgan. Haqiqatan ular ham professional darajalik shunaqa bo'lgan. Lekin 2016-2017-yildan keyin huquqiy islohotlar boshlanishi va advokatura sohasiga professional insonlarning kirib kelishi va yoshlar qatlamining kirib kelishi orqali advokatura instituti yanada oshdi, ko'tarildi. Hozir advokatlarning ichida eski viloyat prokurori ham bor, tuman prokurori bor, tergovchilar bor, sudyalar bor yoki 4 ta 5 tilni biladigan yosh mutaxassislar bor. Yoshlarni ayniqsa advokaturaga hozir qo'shadigan o'rnini aytadigan bo'lsam, yoshlar bilasizmi? Mana o'zim ham shunaqa. Ular davlat organida ishlamagan. Ularning ko'zida qo'rquv yo'q. Ular eski davrda qo'rquvni ko'rmagan. Yangi huquqiy islohotlar davrida mana shu prezident islohotlari, davlat islohotlarini bilib turib, qo'rqmasdan borib kerak bo'lsa sud bilan ham tortishadi, kerak bo'lsa tergov bilan ham birga bir tortishadi. Ba'zi holatlarda uchraydi. Endi qanaqa? Advokat o'ziga to'g'ridan-to'g'ri bosim bo'lmasligi mumkin, lekin advokatni himoyasi ostidagi shaxsga agar advokat juda ham ko'proq ish qilib yuborib, ko'p narsani ochib yuborgan holatda to'xta deydi, san advokatingdan voz kechgan deb bosimlar bo'lgan deb eshitganman, lekin o'zimizni yaqinlarimiz o'rtasida bu holatga duch kelmaganman. Bugungi kunda sudlarda shaxsan ommaviy axborot vositasi vakili sifatida juda ko'p marta ishtirok etganman. Guvohi bo'lganlarim, tomonlar rozi, lekin sudlarga ommaviy axborot vositalari, jurnalistlarning qo'yilishi, ruxsat berilishi. Bu masalalar bor. Bugun mana shunaqa holatlar bo'lsa, umuman olganda biz qayerga murojaat qilsak bo'ladi? Qanday usullar? Endi umuman olganda sud jarayonlarini mana shu jurnalistlarni jalb qilish, video tasvirga olish, o'zi umuman olganda aslida huquq ishlasa, yaxshi ishlasa, sudya mustaqil bo'lsa va professional bo'lsa, hech qanaqa jurnalistni ham yoki video tasvirga olishi ham kerak bo'lmaydi. Nimaga? Mana hayotda ko'ramiz, ba'zi sud ishlari yuqori instansiyaga o'tib, unda bu sud ishlarining bekor bo'lishiga sabab jamiyatni bosimi, ommaviy axborot vositalarining bosimi. Shu bosim bo'lgandan keyin o'sha birinchi instansiyadagi xato qilingan ishlar yuqorida mana shu bosim tufayli bu oqlanish, to'g'rilanish holatida bo'lyapti. Bu holatda mana bizda ham bo'ladi, masalan, jurnalist taklif qilish mumkin yoki video tasvirga olinishni taklif qilish mumkin. O'zi bu yoqda hech qanaqa qonuniy cheklov yo'q. Ya'ni sudya rozi bo'lsa, o'zini jarayonini sud rozi bo'lsa, marhamat deydi, ruxsat beradi, iltimosnoma kiritiladi, jurnalistlar qatnashadi. Lekin ba'zilarda shunaqa fikr bor, sudya deydi, tepadan topshiriq olgan bo'lishi mumkin deydi, bu ish shuncha jurnalist kiritmayapti deydi. Yo, aslida bu fikr qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini bilmadim, lekin sudya ba'zi holatda o'zi xohlamaydi. Ya'ni balki o'zini professional faoliyati uchunmi yoki boshqa omillar sababli mana shu jurnalistlarni kiritishni xohlamaydi. Va mana Ziyoddin aka mana shu holatga men bir aniqlik kiritib o'tib ketay. Jurnalistlarning sud jarayonlarida, tergov jarayonlarida ishtirok etishi boshida ijobiy, lekin ba'zi holatlarda salbiy holatlarga sabab bo'lyapti. Tovlamachilik holatlarga sabab bo'lyapti. Nima uchun deganda, advokat o'zini kuchi bilan harakat qilib birinchi instansiyaga yuta olmayaptimi? Narigi insonda fikr paydo bo'ladi, to'xta deydi, men deydi, jurnalist olib kelaman, bloger olib kelaman. Bloger nima qiladi? Men deydi, mana shuni to'g'ri bo'lsa ham, noto'g'ri bo'lsa ham demasang yoritib beraman deydi. Holat tovlamachilik holati, pul talab qilish holatlari paydo bo'lib qolyapti. Afsuski, oxirgi vaqtlarda buni guvohini juda ko'p marta ko'ryapmiz.
ommaviy axborot vositalari orasida aslida sudlardagi jarayon bo'yicha biz ham kirgan paytlarimizda tushuntirilardi. Endi boshlagan paytlarimizda sudga umuman sud jarayonini yoritish davomida agar ikkala tomon ham rozi bo'lsa, keyin sudya betaraf ruxsat beriladi. Qaysidir tomon iltimos qilsa yoki qat'iyan rad etsa, ommaviy axborot vositalari ishtirokini. O'sha sudda ochiq sud bo'lsa ham ommaviy axborot vositalari qatnashmaydi. Bugun bitta narsaga qisqacha to'xtalib o'ting. Mana shu shaffoflik yoki bo'lmasam sudlarni adolatini ta'minlayman deb, suddagi shaffoflikni ta'minlayman yoki bo'lmasam menga nisbatan adolatsizlik bo'ladigan bo'lsa, buni ommaviy axborot vositasiga olib chiqishim mumkin bo'ladi deb media kuchiga tayanib, oxirida esa mana shunday tovlamachilik holatlariga uchrayotgan yoki media kuchidan foydalanib aslida nohaq bo'ladigan bo'lsa ham oxirida hamma o'zini haq deb o'ylaydi. Kamdan kam odam nohaq bo'lib turib kurashadi. Oxirida yutib chiqishga harakat qilish buni nima qilsa bo'ladi? Aslida bu harakat o'zi noto'g'ri. Ya'ni sudlarda hech qachon media orqali siz yuta olmaysiz. Shunaqa keyslarni ko'ryapmiz. To'g'ri odamlarni noto'g'ri va kerak bo'lsa firibgarga chiqarib yuboryapti medialar. Masalan, YouTube podkastlarda bo'ladi, YouTube videolarda bo'ladi yoki Instagram Reelslarda bo'ladi. Shunaqa o'zidan jabrdiydan yasab olish mumkin, lekin oxirida keladi tergov jarayoni, sud muhokamasi, sud tergovlarida aslida bu emas, buni o'zida ayb borligi. Va yana bitta nozik nuqtasi. Masalan, siz jurnalistsiz, siz bir tomonni olib chiqayotgan holatda narigi tomon bergan ko'rsatmalarga ishonib turib, siz noto'g'ri harakat sodir qilib qo'yishingiz mumkin va bu harakatingizda qonunchiligiga nisbatan qonunchilikda javobgarlik belgilangan bo'lishi mumkin. Betaraf bo'lishi kerak har qanaqasiga. Lekin ba'zi holatlarda shu jurnalistlar o'zi bilmagan holatda tuhmat qilib qo'yapti, o'zi bilmagan holatda noto'g'ri ma'lumot tarqatyapti, shaxsga doir ma'lumotlar tarqatilib ketyapti, shaxsga doir suratlar tarqatilib ketilyapti. Bunga nisbatan javobgarlik bor. Yaxshiyam Ziyoddin aka, bizning xalqimizda ozroq hayo bor, ya'ni hali ham to'xta mayli, odamgarchilik xato qilibdi, qo'y kechiraman. Lekin agar huquqiy jihatdan olib mana shu xatti-harakatlar yuzasidan oxirigacha borsa, u bitta noto'g'ri bergan narsangiz uchun eng kamida siz ancha pulga tushasiz, ancha jarima to'laysiz. Anchagina moddiy, ma'naviy zarar masalalari endi u keyingi masala. Bilasizmi, qonunlar masalasi, moddalar, kodekslar masalasi ham bitta ahamiyat berib o'tishimiz kerak bo'lgan masaladir. Yoshlar parlamentida ham faoliyat yuritasiz bevosita. Bugun qonunchilik sohasidagi jarayonlardan boxabarsiz. Juda ko'p marotaba biz qonunlarni o'zgartiramiz, qayta qabul qilamiz. Qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, qo'shimcha chora-tadbirlar yoki yangilanishlar. Umuman olganda, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida bugungi kunda mustaqil bo'lgan paytda qonun qabul qilingan, barcha moddalar shakllantirilgan va hozirgi kungacha deyarli o'zgarmas holatda ishlaydi. Tashkilotlar ochilgan, o'zgarmas holatda ishlaydi. Insonlar almashishi mumkin, lekin tashkilotlar yopilmaydi. Qonunlar hadeb ham o'zgaravermaydi, tashkilotga moslab o'zgartirilmaydi yoki qaysidir tomonga moslab. Bizda nega bunaqa? Umuman olganda, bu faqat O'zbekistonda emas, bu butun boshli Osiyo qit'asidagi juda ko'p mamlakatlarda uchraydigan masala bu. Yevropaning Sharqiy Osiyo qit'asidagi. Nega Ramana German oilasidagi qonunlar o'zgarishi bu odatiy holatga aylanib qolgan? Endi to'g'ri Ziyoddin aka, mana shu Ramana German huquq oilasi va anglo-sakson huquq oilasi, Amerika anglo-sakson huquq oilasiga kiradi. Ularda haqiqatdan ham 100 yillab, 200 yillab asosida o'zgarmagan qonunchilik hujjatlari bor. Lekin ularda ham ba'zi qoidalar shtatlar doirasida, boshqa past tug'ush normativ hujjatlar doirasida tartibga solinadi. Va mana to'g'ri aytdingiz, nimaga Ramana German oilalarida, nimaga aynan Osiyo xalqlarida. Endi buni ham biz xalqlarimizni kelib chiqishi, bizning tariximiz, bizning genimizga ham borib taqaladi. Chunki azaldan bizda boshida aytilganishdek o'zini ishini ko'proq qonun orqali emas, tanish bilishchilik orqali bitirish holati bizda azaldan shakllanganda. Bu bizning ajdodlarimizdan o'tib bizning qonimizgacha kelgan. Va mana Oliy Majlisda shu narsada bir yig'ilishda guvoh bo'ldim. Bir deputatimiz juda yaxshi fikr aytdilar, juda yoqdi menga. Bizda qonunlar mukammal yaratilgan. Haqiqatdan mukammal yaratilgan. Normativ huquqiy hujjatlar, qonun osti hujjatlar mukammal yaratilgan. Lekin ba'zi bir uni ijrochilarni
o'z ishiga layoqatsizligi, bilimsizligi tufayli ushbu qonunlar ijrosi amalga oshirilmay qoladi. Ya'ni sizning huquqingiz belgilangan, lekin siz bir ijrochining oldiga bordingiz, sizni o'sha ijrochi sizni huquqingizni hurmat qilmasa, sizni qonunda belgilangan huquqingiz nima deydi, cheklanadi. Bunda qonunda ayb emasda, lekin o'zi umuman anglo-sakson oilalarida ham, Yevropa oilalarida ham, boshqa oilalarda ham qonunlar almashishi, yangilanishi bu yaxshi jarayon. Buni juda anaqa nima deydi, salbiy tomonga olmaslik kerak. Masalan, o'zimizda ham yaqinda prezidentimiz qarori bilan ancha bir 800 ga yaqin normativ hujjat, qonun darajasida qancha hujjatlar o'zaro bir-biriga lazeyka, bir-biriga korrupsion omillar borligi sababli ular bekor qilindi. Bu nima deydi? Kattagan qo'lingizda qopingiz bor, hammasi to'la olma, lekin ichida eskirgani bor, chirigani bor, boshqalari bor, shularni to'kib tashlandi. Ya'ni bu ham hammasi tadbirkor va insonni huquqlarini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Shohjahon aka, bugungi kunda advokatlarni kuchi, ularning huquqi, ularning faoliyatidagi imkoniyatlari qanchalik real qog'ozda qolib ketmayaptimi ayni kunlarda? Endi biz kutganchalik reallik bosqichiga chiqqani yo'q, lekin ancha-muncha ishlar qilindi, konstitutsiyamizga alohida bob kiritildi. Hozir ana advokatura to'g'risidagi qonunni yangilanish bo'yicha takliflar kiritilyapti. Lekin ba'zi holatlarda hali ham advokatlarimiz sudlarda kerak bo'lsa, o'zi aslida advokat sud bilan ham, tergov organi bilan ham teng darajada bo'lishi kerak. Lekin hali biz bu bosqichga yetishimizga ozroq bor. Va mana bu institut rivojlanishi uchun nima qilish kerak desa, men butun bir takliflarning hammasini aytmayman. O'zim yuridik universitet bitirayotganimda diplom ishimda yozgan mavzuim bor. Bu advokat so'rovi, milliy va xorijiy tajriba. Hozir advokatni bitta kuchi bor, ya'ni advokat so'rov. Tegishli davlat organlariga tegishli ma'lumotlarni olish uchun advokat so'rovini yuboradi. Ular jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonun va advokatura to'g'risidagi qonunga asoslanib to'liq bizga javob qaytarsa, mana shu bizning eng katta qurolimiz bo'ladi. Lekin nima bo'ladi bilasizmi? Advokatlik so'rovini yuboramiz. Advokatlik so'rovi o'ziga tegishli bo'lsa ham boshqa davlat organiga jo'natib yuboradi. Yoki umumiy mazmunda bizga javob qaytaradi. Biz aniq mavzuni so'rasak, bizga umumiy qonunda bunaqa, qonunda bunaqa, qonunda bunaqa. Oxirida yozadi, agar ushbu murojaatdan siz qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Bizga advokatlik so'rovimizga u qonundagi moddalarni yozib berish bizga nima keragi bor? Biz aniq so'ragan savolimizga javob berishsa, mana shuni o'zi advokatura institutini bir 20-30% ganida kuchaytirishga va shu davlat organi xodimlari, ijrochilar tomonidan mana shu narsaga mas'uliyatli qaralsa ham advokatura institutini obro'sini yanada ko'taradi. Chunki bizning yagona qurolimizda, masalan, sudda qurol bor, tergovda qurol bor. Tasavvur qiling, ularda tanklar bo'lishi mumkin, ularda masalan yaxshi avtomatlar bo'lishi mumkin-da, biz eski kamon yoki anaqa bilan chiqa olmaymiz-ku. Lekin shunaqa holatda ham advokatlar o'zini bilimiga ishonib, o'zini nutqiga, o'zini shu haqiqatdan ham qonun ustuvorligi, prezident tomonidan amalga oshiriladigan islohotlarni biz o'zimizga qurol qilib turib, biz haqiqatdan kurashamiz. Va mana Ziyoddin aka endi vaziyatdan foydalanib bitta narsani aytmoqchiman. O'zi umuman ko'p o'zim ham o'ylayman, shu haqida maqola ham tayyorlayman. Jamiyatda bilasizmi? Prezidentimiz tomonidan amalga oshiriladigan islohotlarni eng ko'p targ'ib qiladigan, eng ko'p foydalanadigan odamlar toifasidan bittasi advokatlar hisoblanadi. Qayerdadir huquq buzilsa, qayerdadir huquqlar poymol bo'lsa, biz yagona kutadigan narsamiz mana shu islohotlar va prezidentimiz tomonidan amalga oshiriladigan imkoniyatlardan foydalanib harakat qilaymiz. Huquqiy ong haqida gaplashdik-da. Bizda fuqarolar bizga murojaat qilganda qanaqa holatda murojaat qiladi bilasizmi Ziyoddin aka? 95% holatda yonib, kuyib, kul bo'lgan holatda bizga murojaat qiladi. Qo'pol qilib aytganda, qamalib ketish arafasida bo'lib qolganda, u qamalib ketgandan keyin yaqinlari murojaat qiladi yoki polni masalan 1 million, 2 million dollar pul uxlatib bo'lgandan keyin bizga murojaat qilishadi. Endi qarangda, bu nima uchun o'zi men o'ylab qarasam, o'zi xalqimiz masalan doktorlarga murojaat qilishdan ham shu narsani bilsa bo'lar ekanda,
biz doktorga qachon murojaat qilamiz? Masalan, siz tibbiy ko'rikdan o'tib yurmasangiz kerak, men o'tib yurmasam kerak. Qachon bir yog'imiz og'riydi, boramiz, o'zi aytadi, doktor o'zi ancha o'tkazib bo'libsiz, endi davolaning. Bizga ham xuddi shu holatda murojaat qilishadi. Lekin aslida Ziyoddin aka, ertachiroq murojaat qilishni qanchalik foydasi bor advokatga? Siz masalan biznes boshlayapsiz, boshlashingizdan avval sherikchilikda harakat qilyapsiz. Siz kelasiz meni oldimga, aka men sherikchilikda biznes qilmoqchiman deganingizda men tavsiyalar beraman. Siz ta'sis shartnomangizni to'g'rilang, sherikchilik shartnomangizni to'g'rilang, ustavlaringizni to'g'rilang, o'zingizni huquqiy himoya qiling va sherigingiz bilan kelishib shu ishni boshlang. Mana shu holatdagi 95% holatda siz sherigingiz bilan ertaga muammo yuzaga kelmaydi. Muammo yuzaga kelsa ham sud orqali siz foydasiga hal bo'ladi. Lekin bizda unaqa emas. Og'zaki kelishadi, o'zaro hurmat, boshqa narsalarga asoslanib ishni boshlashadi. Keyin ertaga ularning o'rtasida nafsi qo'zishi mumkin, noto'g'ri masalalarda kelisha olmay qoladi. Ertaga ular ajrashib, biznes barbod bo'ladi va ulushini talab qilgan holatda qo'lda hech qanaqa hujjat yo'q, qog'oz yo'q, boshqa narsa yo'q. Advokatdan hech narsa qilib bera olmaydi.